extreme scarcity deydi-yu. AI injenerlar kuchligi yo'q. Masalan, oldin eng qimmat odam, talant futbolchi deydi. Hozir AI injenerlar bo'lib ketyapti. Nega? Nimaga AI injenerlar bunaqa qimmat bo'lib ketdi? Uni berayotgan oyligi va transferiga to'layotgan pulini bu hozirgi kompaniyalarning ko'zi yetyaptiki, AI bilan nihoyatda katta value chiqarsa bo'ladi. McKinsey'ning 60 mingta ishchisi bor. Ularning 25 mingtasi AI agent deyapti. Bu yoqqa burildi. Xuddi shunday. AI davrida natijani ko'rgandan keyin Amerikadagi yangi o'rganmoqchi bo'lgan talaba va Koreyadagi va O'zbekistondagi deyarli bir xil imkoniyatga ega. Assalomu alaykum tinglovchilar. AI sohasiga kirib kelayotgan millatdoshlar va biz bugun mutaxassislar, AI sohasidagi kadrlar, Oybek Eraliyev hozirda Inha universitetida anchadan beri o'sha AI darslarini o'tib kelyaptilar va davlatimizda bo'layotgan hozir AI sohasidagi nima deydi, islohotlar uchun davlatimizdagi hokimiyatlar deymizmi, banklar deymizmi, ularga o'sha AI sohasida ya'ni tushunchalarni yoki leksiyalarini berib yuribdilar. Oybek Eraliyev, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat do'stim. Va birga bu intervyuni o'tkazamiz. Men Jumabek Alixonov, Humblebee AI asoschisi va Koreyadagi Gachon universitetida AI professor bo'laman. Meni asosiy ishim ana o'sha industry bilan akademiyani bog'lash. Oybek, bugun AI haqida gaplashar ekanmiz. Masalan, hozir o'zbek yoshlari bu AI to'lqinidan qanday foyda olib qolsin? Shu mavzuda gaplashsak. Lekin birinchi o'sha savollarimiz tartib bilan ketsak, AI nima o'zi? Ya'ni shu savolga birinchi javob beraylik. Ta'riflaychi. Mana shu o'zbek yoshlarimiz uchun AI davrida turibmiz, hamma o'rganyapti. O'zi leksiyalarda ham ko'p to'xtalamiz-da bu savolga. AI nima o'zi degan savol bor. O'zi bilasiz, AI injenerlar orasida ham, muhandislar orasida ham bitta muqim definition yo'q AIga. AI degani mana shunaqangi ta'rifi bor degan. Shunday narsaki, ya'ni mashinalarga bizdagi bor datalarimiz berish orqali ma'lum bir bajariladigan vazifalarni unga yuklash. Ya'ni umumiy general qilib aytadigan bo'lsak, AI deb aytsak bo'ladi. Lekin bizda O'zbekistonda ko'proq adashmasam yoshlar emas, yosh kattalar orasida AI ko'proq ChatGPT deb tushunishadi. Aslida esa ChatGPT bitta AIning kichkina bo'limi, application desak bo'ladi. Va hozirda ko'pchilik AI dan foydalanishni AI ilmi deb o'rganib qolishdi. Masalan, AIda video yasash yoki prompt yozishlarni. Ular haqida ham ozgina gapirib bersangiz, ya'ni haqiqiy AI bilan hozir biz tushunayotgan AI farqi, ya'ni yoshlarimiz tushunayotgan. Xo'p, misol keltiradigan bo'lsam, social medialarda ko'p ko'rib qolaman, ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi kompaniyalar biz misol ishga AI injener oldik deb aytadi-da va uni qilgan ishlarini ozgina reklama qilib ko'rsatadi. Bittasi reklamniy agentlikda ko'rib qolgan videoyim. Ya'ni u odam aytayaptiki, AI injener oldik, mana uni qilgan ishi deb reklamniy poster qilganini ko'rsatdi. U bola nima qilgan? Misol hozirgi foto editing tool'lar bor, bularga AIlar allaqachon integrated qilingan, to'g'rimi? Ya'ni u yerda biron bir rasmda yoki video yasash uchun ular prompt yozadi xolos. Prompt yozish orqali o'zi xohlagan reklamniy rolik yoki poster yasashi mumkin. Shu yasaydigan odamni hozir endi AI injener deb aytishyapti-da. Hozir menimcha bu noto'g'riroq. Chunki to'g'ri, men AI dan dars o'tadigan odam bo'lsam, lekin u bolachalik foto editing qila olmayman. Sababi u boshqa masala. Ya'ni AI dan qanday qilib foydalanishni u yaxshiroq biladi. Buni AI injener deyish meni fikrim noto'g'riroq bo'ladi. AI injener bu mana shu Photoshop yoki boshqa software'larga integrated qilingan AI'da yasay oladigan odamni tushunaman. Ya'ni undan qanaqa foydalanishni biladigan odamni emas. Hozir demak bizda xulosa qiladigan bo'lsak, AI foydalanuvchisini AI injener deb tushunib qolganmiz. Ko'p Katta muammolar adashtirilyapti. Aslida ular AI dan yaxshi foydalanadi.
Ya'ni bu ham yaxshi ilm. Ya'ni AI Albatta. orqali, chunki AI bu ot. Men tushuntiradigan narsa, balki kiramiz ichkariga. Bu otni minishni bilgan odam piyoda yurgandan tez yuradi. Albatta. Balki shuni bir tushuntirib ketsak ham yaxshi bo'larkan. Ya'ni AI nima o'zi deganda, boya siz aytdingiz, ana o'sha aql, dasturlarga berilgan aql. Haqiqatda oldin dasturlarimizda ko'p narsalar mayda-mayda yozilardi. Odam yozishi kerak edi. Hozir endi AI aql bilan o'sha dasturlarni aqlli qilyapti. Ya'ni masalan hozir biz bilan gaplashayotgan ChatGPT aqli bor dastur. Ya'ni orqasida aqlli model turibdi va biz bilan gaplashadigan dastur turibdi. Ular modelni biz bilan bog'lab beryapti. Modelda ilm bor, gaplashib yotibmiz. Albatta. Tushunarli, rahmat Oybek. Bizda hozir endi bitta narsa yana tushuncha uchun berib ketaylik. User bilan builder farqi nima? O'shani yana aniqroq, eksplisitroq tushuntirib beringchi. Ya'ni AI foydalanuvchisi bilan AI quruvchisini farqi nimada? Xo'p, o'zi asosan o'zi savolingizda deyarli javob bor, ya'ni ajratsa bo'ladi. AIdan foydalanuvchilar bular hozir endi deyarli hammamiz. Butun O'zbekistonda kunlik ishimizda hammamiz misol ChatGPT yoki boshqa AI tool'lardan foydalanamiz. Bular endi foydalanuvchilar va ular qanday ishlashi, qanday qilib bu AI application'lar qurilishidan xabari yo'q, lekin o'zi ma'lum bir ishlarni tezlashtirishda ishlatishyapti. Bular AI foydalanuvchilar. Endi AI builder'lar bu AI nuqtai nazaridan fikrlaydigan, qaysi ishlarda hozirda mavjud bo'lmagan, avtomatlashmagan yoki AI integratsiya bo'lmagan mahalliy ishlarda shu AI algoritmlari yoki modellari orqali osonlashtirib beradigan, yangi, kreativroq o'ylaydiganlar bular AI builder'lar deb tushunaman. Agar yana ham chuqurroq kiradigan bo'lsak, undan keyingi odamlar esa endi o'sha tayyor modellar emas, shu modellarni o'zi yasay oladigan injenerlar, bular haqiqiy AI injenerlar deb o'ylayman. Qo'shimcha sifatida men bitta joyda ko'rib qoldim. Postida, LinkedInda adashmasam, so'rovnoma o'tkazishibdi Amerikada. So'rovnomada 3 xil odamlar bor ekan hozir AI davrida. Birinchisi AI foydalanuvchilari, siz aytgandek video yasashni bilishib o'rganib olishgan yoki prompt yozishni o'rganib olishgan. Ular $40,000 atrofida yillik pul topishar ekan. AI foydalanuvchilar. Ikkinchisi ularning tepasida AI API foydalanuvchilari. Ular masalan ChatGPT nima, OpenAI nima, boshqa o'sha Google nima, Gemini nima API'laridan foydalanib, masalan, tarjimonlar yasab qo'yishar. Qanaqadir AI xizmatlar yasab qo'yishardi. Mobil applicationlar yasab turib, orqasida lekin OpenAI'ni LLM modeli turibdi. Google'niki turibdi. Ular API builder'lar deyilar ekanda. AI API builder'lar, ular o'sha $200,000 atrofida yiliga pul topar ekan. 5 barobar ko'proq. Masalan, bu hozir men xursand bo'layotganim, mana Uz kombinatoriga o'xshagan ya'ni narsalar chiqyapti bizda, startup akseleratorlar. Ular nima qilyapti? Ana o'sha AI API builder'larni ishlatishyapti ular. Ya'ni yoshlar API'lardan foydalanishni o'rganyapti, nimadir g'oyalar bilan startaplar qurishyapti-da. Bular mana shu bolalar 1-2 yil, 3 yilda haligi API builder darajasida oylik oladigan odam bo'lishadi. Ya'ni $200,000 ga arziydigan odam. Faqat vaqt kerak bu o'rganish uchun, tayyor bo'lishimiz uchun. Endi eng muhim qizig'i, buni tepasidan 3-darajadagi odam haqiqiy AI builder ekanda. Ular AI injener deb o'shalarni aytish kerak ekan. U Google'dagi, Microsoft'dagi yangi AI model quryapti. U Google, Microsoftda bo'lishi ham shart emas, boshqa kompaniyada ham bo'lishi mumkin, lekin o'zi ular bilan raqobatdosh bo'lgan AI model quryapti. Albatta. Masalan, biz hozir vakil.ai degan yechim qilganmiz, o'zingiz ham qatnashgansiz. O'sha yechimda o'zimiz model qurganmiz-da. Ya'ni to'g'ri boshqa modellarni olganmiz, lekin ularni biz tayyorlab lokalizatsiya qilganmiz. Hozir mana vakil.ai o'sha huquqiy sohada yechim bo'lyapti. Uni masalan oson yo'li nima edi? Oson yo'li uni orqasiga OpenAI'ni ulab qo'ysak, API'ni. Ular bilan ishlayverishadi. Unda nima xatolik, nima muammo desangiz, xohlaganingizcha modelni moslab keta olmaysiz-da. Ya'ni mana bu sohaga yurib buraman, bunga buraman deya olmaysiz, chunki OpenAI modeli u yoqda turibdi. Undan kelgan narsani to'g'rilashingiz mumkin. Va yana katta muammo, haligi balki kirarmiz ichkariga, privacy. Mani masalan vakil AI bo'lsam, mani foydalanuvchilarimning hamma ma'lumoti OpenAIda turibdi degani. Agar men OpenAI API ishlasam orqasida. Albatta. Aytmoqchi bo'layotganim, mana shu AI model quradiganlar $1 million plus yiliga pul topar ekan Amerikada. Chunki mutaxassis kam. Albatta.
hattoki bitta ishdan boshqa ishga o'tishi qanaqadir to'y desa bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni mana o'tgan yili bo'ldimi? O'tgan yili bo'ldi. Metadan qaysinga o'tib ketdi bitta nimasi Ha. AI injener. Bunaqa Aniqroq juda ko'p tutilsak bo'ldi. bo'ladi, ha. Birinchi Alex Ha. Wangdan boshlandi, Ha, keyin xuddi ko'payib shunday. ketdi. Ya'ni biz odatda ko'rardik futbolchilar boshqa klubdan boshqa klubga transfer bo'lishlarini, endi mana AI sohasidagi mana mutaxassislar ham futbolchilardan qolishmagan holda deyarli baland narxlarda To'g'ri. boshqa kompaniyaga o'tilyapti. Hozir hattoki mana internetdan ko'ryapmiz. AI Talent Wars deb turib, page ochib qo'yishibdi. Ya'ni masalan kimdir mana bu DeepMinddan qayerga o'tibdi bu odam? DeepMinddan o'tganmi? Hozir ko'rsataman. Bitta kompaniyadan ikkinchi kompaniyaga o'taverish ko'payib ketganda, bular narxlarni ham qo'yib qo'yishibdi mana. 50 million dollarga funding olibdimi? Ya'ni bunaqa narsalar haqiqatda ko'payib ketdi mana. Trend videoni tagiga qo'yib qo'yamiz. Bu narsani ko'radigan bo'lsak, AIda haqiqatda kadrlar qimmat. Bir-birinikini o'g'irlayapti. Masalan, mana eshitdim, Mira Murati bor edi. O'zi OpenAIdan chiqib ketuvdi. Keyin bu yoqda qanaqadir AI startup qoldi. Ikkita co-founder olib. Endi hozir OpenAIni unaqasi founderi oti nima edi? Haligi yigit bor edi-yu. OpenAI'diki Ha. Sam Altman. Ha, Sam Altman nima qilibdi? Mira Muratining ikkita co-founderlarini olibdi endi. Ha. Yana qayta. Sotib, ya'ni olib qo'yganda. Mana shunaqa bo'lib yuribdi-da. OpenAIdan Facebook olib qo'yapti. Facebookdan boshqasi olib qo'yadi. Masalan, Facebookdagi direktor Yan Likon ishdan ketib, o'zi boshqa startup qildi. Ha, uni eshitdim, ko'rdim. Ko'payyapti. Nima ham shunaqa Karpathy. Ha, Karpathy ham chiqib ketdi. U boshida OpenAI'lar bilan edi, Tesla'da bo'ldi, keyin hozir o'zi alohida nima ochyapti adashmasam. Ha, bu yerda muhim jabha nima desak, bular futbolchilardan qimmat bo'lib ketyapti siz aytgandek. Nega? Mana shu savolga javob bering. Nega bunaqa bo'lib ketyapti o'zi? Nima uchun? Masalan, oldin eng qimmat odam, talant futbolchi edi. Hozir AI injenerlar bo'lib ketyapti. Nega? Chunki mana nimaga futbolchilar qimmat bo'lganligini ko'radigan bo'lsak, sababi uni ham orqasida daromad bo'lganda, har bitta klubda. Misol aytaylik, Ronaldo eng qimmat payti bo'lgani, misol 2009-yil, 2012-yilda undan nima Real Madrid qanaqa foyda ko'rgan? Asosan, misol uchun birinchi kunidamikin yoki birinchi yilligidami, aniq men mutaxassis emasman futbolda. O'shani formasini, ya'ni futbolka shortdagi sotish orqali u nimasi chiqib bo'lgan, valyusi chiqib bo'lgan. Endi bizga keladigan bo'lsak, nimaga AI injenerlar bunaqa qimmat bo'lib ketdi? Uni berayotgan oyligi va transferiga to'layotgan pulini bu hozirgi kompaniyalarda ko'z yetyaptiki, AI bilan nihoyatda katta value chiqarsa bo'ladi. Ya'ni uni ko'ra olganligi uchun qo'rqmay shu darajada pul, ya'ni sarflashyapti. Hozir o'sha ko'ryapman men 300 ming dollar plusda, ya'ni biz 1 million deyapmiz-ku, ya'ni entry levelda shunday kirsangiz AI injener bo'lib turib, o'sha katta kompaniyalar, top 20 ta, 40 ta kompaniyalar 300 ming dollar plus oylik to'layapti. Ya'ni yarim millionga yaqinda, 300 ming $400 atrofida va u bunaqa stock optionlar bo'ladi ular. Doim stock option 4 yillik anaqada olasiz, 4 yil tursangiz. Men hozir o'ylaganman, hozirgacha bilganim, masalan, ko'rgan narsalarim anaqa extreme scarcity deydi-yu. AI injenerlar kuchligi yo'q. Yo'q. Masalan, Kam. men 2014-yil Koreyaga borgan paytim bitta AI laboratoriya bor edi. Masalan, 100 ta laboratoriyadan bittasi. Hozir mana siz bitirgansiz, qaysi yil bitirib keldingiz? Qani? 2024da keldim. 24da kamida 100 ta laboratoriya AI bilan ishlayapti. Albatta. Masalan, electricityda bo'lgan odam ham AI ishlatyapti. Shipbuildingda masalan bizda o'sha Norvegiyada bizda hamkorimiz, advisorimiz bor, Murat degan. Norvegiyadagi kompaniya ishlayapti. Shipbuildingda. Lekin u AI ishlatadi. AI ishlatadi. Va Humblebee ularga advisor sifatida Norvegiyadagi kompaniyaga yordam beryapmiz. Mana shu shipbuildingda AI ishlatishga. O'zi o'sha paytda ham sizga aytgan edim, birga o'qiganmiz va bilmaganlar bo'lsa, Jumabek bilan. Meni laboratoriyamiz nomi Advanced Vehicle Design and Control Lab edi. Advisorim mechanical engineeringdan edi, bilardingiz. O'zi fakultetimiz computer science and engineeringda bo'lgani bilan, men advisorim mechanical engineeringdan bo'lganligi uchun laboratoriyada ko'proq loyihalar o'sha mechanical engineeringdan kelgan, ya'ni Hyundaidan, Samsung, hokazo shu kompaniyalardagi problem solving qilar edik. O'shanda birinchi laboratoriyada hech kim AI ishlatmasdi.
Misol men kelganimdan keyin ancha professor bilan tortishganimizdan keyin bitta maqola chiqardim AI bilan. Ko'rdida Uni keyin convince qilishingiz kerak va ya'ni ha, ko'ndirishingiz kerak va AI muhimligiga. xuddi shunday. Ha. Shuni bajardikda maqola chiqardik. Chiqarganimizdan keyin bitta proyektini o'zim propozit qilib AI bilan yechim berdik. Ya'ni o'sha Demak, nimani laboratoriyaga AIni siz olib kirdingiz borgandan keyin. sababchi bo'lib qoldik deylik. Ha. Ya'ni hali sezmagan, ya'ni 2019-yilda aytyapman. Ya'ni dvigatellarni health monitoringini AI bilan qilishda berdim. Maqola chiqqandan keyin tezda veb-sayt o'zgardida. Aha. Ya'ni nima bilan mechanical engineeringda AI bilan problem solving qilamiz degan veb-sayti o'zgardi. Ya'ni nimamizni Laboratoriyani homepejida, ya'ni direksiyasi o'zgardi. Bu yoqqa Albatta. ketayotgan laboratoriya bu yoqqa burildi. Xuddi shunday. AI davrida natijani ko'rgandan keyin. Xuddi shunaqa. Keyin tezda o'zgardida, yangi kelayotgan loyihalar soni nihoyatda oshdi. Ko'payib ketdi va undan keyin 2-3 ta proyektlarga deyarli o'zim qaraydigan bo'lib qoldim, AI bilan bog'liq va keyin endi bilasiz, tayyor ishchi bo'lgandan keyin professorim endi bitirishimga qarshilik qildi. Qanaqa qiynalib bitirganimni o'zingiz bilasiz. Va keyin aytdiki, bitta mitingda hamma bolaga agar bitirishni xohlasang dedi, nimangga, tezisingga, ya'ni dissertatsiyangga AI ga bog'langan, ya'ni AI integratsiya bo'lgan projekt qilasan dedi. Bo'lmasa bitirmaysan deb bitta Ya'ni qaror berdi. Bu yerda mana Shunday. do'stimiz Oybek Eraliyev, AI professor, professor Oybek borgan laboratoriyalar 2019-yilda bu yoqqa qarab ketayotgandi. AI ga qarshi edi. 2024 Oybek Eraliyev professor bitirayotgan paytlarida, PhD olayotgan paytlarida bu laboratoriya 180 gradusga burilib turib, bu yoqqa qarab yuradigan bo'ldi. Ya'ni AIni kuchini ko'rgandan keyin, AI davrida. Bu narsani biz nimaga aytyapmiz? AI shu qadar strategik importance'ga, ya'ni strategik ahamiyatga ega Albatta. Va boya nima uchun AI injenerlar qimmat degan savolga qaytsak, ana o'sha strategik muhimlikda. Chunki masalan, Apple bo'lsam men, agar men hozir Apple bo'lib turib AIga investitsiya qilyapman, chunki AIga investitsiya qilmasam qolib ketishim mumkin. Telefonni sotaverish faqatgina, ya'ni kelajagi bo'lmasligi mumkin. Lekin men sizdan masalan Microsoftdan AI injener olsam, Microsoft meni AI raqobatdoshim mendan orqada qoldi. Chunki men uni kuchli AI injenerni olib qo'ydim. Albatta. O'zi AI injener $100 bo'lsa, ya'ni 100 millionlik bo'lsa, men sizdan olib qo'yganim uchun, kompyuterim mendan orqada qolgani uchun, strategik ahamiyatga ega bo'lgani uchun AI sohasi, men u 100 millionlik injenerga 200 million to'lashga tayyorman. Chunki meni, ya'ni AI injenerlar oz-ku, ya'ni Apple davom eta olmaydi. Men olib qo'ysam ko'p bo'lganda yana boshqa AI injener olib kelardi. AI injenerlar, sifatli AI injenerlar o'zi oz. Shuning uchun ya'ni strategik muhimlik ham kasb o'ynayapti, rol o'ynayapti bu yerda. Aslida AI injenerlar ko'p, men aytardim. Chunki machine learningdagi oldindan ham universitetda ko'p odamlar bor, lekin ularda production ready skill yo'q. Ya'ni mahsulotni olib chiqishmagan. Bilasizlar, AIda balki shu haqida ham gaplashsak bo'lar. Nazariya, men bu yerda o'rganayapsiz, modelni yasayapsiz, uni productionga olib chiqaman desangiz, bilasizlar, 90% model chiqmaydi production. Ha, albatta. AIda qilingan ishlar zo'r narsalar qilishadi-da, buni ko'rgan odam zo'r ekan, ketdik, olib chiqamiz, odamlarga sotamiz deganda 90% sinib ketadi. Productionda chiqadi. Juda yana yaxshi ochib berish bo'ldi. Rahmat, Oybek. Endi dunyo AIga qanday ta'sir o'tkazyapti degan savolimiz bor edi. Ya'ni uzr, dunyoga AI qanday ta'sir o'tkazyapti? Ya'ni dunyo qanday o'zgaryapti? Hozir biz katta kompaniya haqida gaplashdik va sizni laboratoriyangiz qanaqa o'zgargani haqida gaplashdik. Lekin dunyo qanaqa o'zgaryapti o'zi? Ekonomikasi. Xo'p, men fikrimni aytadigan bo'lsam, mana hozir ko'pchilik odam aytadiki, AI bo'ldi, endi ko'p odamlar ishchini olib qo'yadigan nima bor? Mif deymizmi yoki balkim haqiqat, bilmadik. Lekin qarang, birinchi AI kirib kelganda bizga, ya'ni asosan GPUlar nimasi bo'lgandan keyin, yangi boom erasi bo'lgandan keyin o'zi kuchayib ketib qoldi, buni bilasiz. Shundan keyin o'ylaylikda, qarang, qancha universitetlar aynan AI bilan bog'liq bo'lgan nechta universitet dunyo bo'yicha ochildi, nechta fakultet ochildi, nechta talaba o'qidi, nechta professor ularga dars berdi. O'zi aslida AI ish olib qo'yyaptimi yoki ishchi o'rin yaratyaptimi degan savolni to'g'ri qo'yib olishimiz kerak-da. Mana bu dunyoga ta'siri desak, mana shundan misol keltirsak bo'ladi. Bu butun boshli yangi universitetlar dunyo bo'ylab, yangi fakultetlar va mavjud
yo'nalishlarga integratsiyasi. Misol farmatsevtikada hozir AI siz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yangi dorilar, yangi genlarni generatsiya qilishda AI modellari va hokazo va hokazo. Autonomous driving deysizmi? Hamma sohaga nihoyatda katta boom berdiki, ishlarni tezlashtirdi, sifatini ancha yuqorilashtirdi, error rate'larini pasaytirdi va hokazo. Bu To'g'ri. nima deydi, agar gapiradigan bo'lsak vaqt yetmay qoladida. Haqiqatda menda ham o'sha tushunchalar bor. Nvidia Tayvanda AI kompaniya ochgan branch. Faqat AI bilan shug'ullanadigan, research qiladigan branch. O'sha yerga taklif ham qilishgandi. Biz bu yoq tanlaganmiz Hamburgni. O'zimiz uchun. O'sha payti Muhammad bin Ziyad degan universitet ham ochilgan. Undan avval ochilgan. Masalan, Abu Dabida AI University bilasizlar? Ha, Muhammad bin albatta. Ziyad AI University. Faqat AI bilan ishlaydi, research qiladi. Haqiqatda qilayotgan ishlari juda zo'r joylardan maqolalar chiqarishadi. Va Inhan o'zida ham AI kafedralar ochilgan. Koreyada har bitta universitetda AI kafedra ochib yubordi. Ya'ni oldin computer science kafedra bor edi, AI uni ichidagi bitta laboratoriya. Hozir AI Alohida kafedralari bor. juda ham ko'p kafedralar bor. Haqiqatda ko'payib ketdi. Endi dunyoga yana ta'siridan bittasi bu sal negativ ta'siri. Men bilgan masalan McKinsey degan kompaniya post qo'ydi yaqinda, blog post. Aytishyapti, biz 60 mingta ishchimiz bor deyapti. McKinsey'ning 60 mingta ishchisi bor. Ularning 25 mingtasi AI agent deyapti. Ya'ni kim ishchilarga ta'sirini ko'rsatyapti bu yerda. Ya'ni biz 60 mingta ishchimiz bor, 25 mingtasi AI agent degani, AI kuchaygan sari ishchilarning soni ko'proq AI agent, ya'ni odam emas. Odam emas. AI dasturlarni ishchi deb hisoblayapti ular. Va yana nima bo'lyapti bozorda desangiz, masalan, Humblebee biz o'sha global bozordamiz-ku, biz mijozlarimiz, ya'ni bozordagi eng oldi mijozlar. Ularda hozir bo'layotgan trend client facing ishlar qolyapti faqat. Mijoz bilan ishlaydigan ishlar. Orqadagi backendlar, frontendlar, xullas orqada qilsa bo'ladigan hisob-kitob hammasi takrorlanuvchi jarayonlar hammasi AI ga o'tib ketyapti. AI agentlarga o'tib ketdi. Va yana aytilyapti, McKinsey va mana Boston Consulting Group bor. U AI outsourcing kompaniyada, ya'ni biz kompyuterlarimiz deb qaraymiz, hech yo'q kelajakdagi. O'sha Boston Consulting Group, McKinsey and Company, yana kim bor edi? Shunga o'xshagan kompaniyalar aytyaptiki, Palantir ham hozir o'sha AI outsourcing bilan ko'p shug'ullanishyapti. AI narsani forward deployed engineer degan sohasi bor. Hamma zavod, fabrikalarga AI injenerlarni berishadi. Borib u davlat tashkilotlarimi, zavod, fabrikami AI ga transformatsiya qilib berishadi-da, Palantir. Shu kompaniyalar aytyapti, endi o'qib universitetni bitirayotganlar AI ni emas, biz yasagan AI agentlarni ishlatishni o'rgansin deyapti. Ya'ni universitetlarga nima o'rganishi mana bu kompaniyalar aytyapti-da. Va bu kompaniyalar oldin qanaqa joy edi? Outsourcing kompaniyalarga kirib turib yoshlar o'rganib olardi-da. Masalan, qattiq ishlarni o'rganardi, masalan, haftasiga 8 soat ishlardi-da. Keyin yaxshiroq kompaniyaga yoki yengil ish qiladigan kompaniyaga ko'chib o'tishardi. Hozir endi kirisha olmayapti bu yerga. Chunki AI agentlar bor. Agentlar bor. Va juniorlardan arzonga tushadi. Ya'ni bu yerdagi, yana dunyodagi AI ni ta'siri juniorlar ishga kirishga qiynalib ketyapti. Biz bozor tomonidan qaraganda. Albatta bu universitetlar, lekin to'g'ri, boya aytganingizdek, universitetda AI narsalar ochib turib AI kadr tayyorlayapti, lekin bitirganda ishga kirgan juda ham qiynalyapti. Chunki ish o'rinlari ko'p, faqat seniorlar uchun, kuchli kadrlar uchun. albatta. Albatta. Endi yana bitta savol, Oybek, rivojlangan mamlakatlar bilan O'zbekistondagi AI ga munosabatdagi farq qanaqa? Ya'ni O'zbekiston nimada orqada qolyapti rivojlangan davlatlardan AI ga tayyorgarlik bo'yicha? Yutuq va kamchiliklarimiz, ya'ni yutuqlarimiz ham bor, kamchiliklarimiz ham bor. Davlat nuqtai nazaridan aytishim qiyin, sababi bu baribir sohani ichida emasmiz. Keling, misol oddiy fuqaro yoki shu yerdagi talabalar yoki oddiy bir o'rganuvchi sifatida aytadigan bo'lsam, misol hozir yangi o'rganmoqchi bo'lgan, AI da o'rganmoqchi bo'lganlarni solishtiraylik. Misol Amerikadagi yangi o'rganmoqchi bo'lgan talaba va Koreyadagi va O'zbekistondagi deyarli bir xil imkoniyatga ega. Demak, AI ni o'rganishda imkoniyatlar bir xil. Sababi juda ham ko'p so'rslar hozir baribir ochiq. Mana misol uchun O'zbekistonda bitta challenge bor. Ko'p nimalar, ma'lumotlar baribir ingliz tilida.
O'rganaman desa sourcelar ingliz tilini o'rganish kerak bo'ladi. Bu bitta qo'shimcha ekstra qiladigan ishi. Okey, qolgan ishlari o'sha amerikalik bilan va o'zbekistonlikniki bir xil. Endi xuddi shu nuqtai nazardan bizda o'zbekistonliklarda yana ham yaxshi tomoni bor. Misol uchun hozir podkastdan oldin gaplashganimizdek, ikkita kandidat bor, bir xil levelda o'zbekistonlik, amerikalik. Amerikadagi yoki Yevropadagi birorta kompaniyaga ishga kirmoqchi. Hozir mana AIchilar hammasi deyarli onlayn ishlashadi, bilasiz. Bunda o'zbek aytaylik amerikalik talaba yoki kandidat $10,000 pastiga rozi bo'lmaydi. Sababi uni yashash kosti shunaqa. Amerikada yashash qimmat. Ha, yashash qimmat. Lekin o'zbekistonlik $5,000 juda ham zo'r bo'lishi mumkin. Chunki yashash kosti katta farq qiladi. Mana shu yutug'i o'zbekistonlik. Ya'ni bizda yashash kost Amerikaga solishtirganda bir necha barobar kam, lekin oylik 2 barobar kam ishlaganimiz bilan biz undan yaxshiroq yashaymiz Amerikadagidan ko'ra va ish beruvchiga ham jozibador bu. Chunki 2 barobar arzonga bir xil kadrni olganimiz yaxshi. Ya'ni bizda o'zbekistonliklarda shu tomoni bor. Lekin bitta narsa, shu darajadagi levelga yetish uchun nimalar qilish kerak, qanday o'rganish kerak, nimalar bilish kerak degan savol baribir hozirgacha ochiq. Shu darajadagi sifatdamanmi o'zi degan narsalar ochiq. Yaxshi narsa aytdingiz. Demak, ikkita narsa. Birinchisi aytdingiz, til bilish kerak, ko'p ma'lumotlar ingliz tilida. Ikkinchisi o'sha nima deydi, darajaga chiqib olish kerak. Ta'lim, ya'ni skill set deymiz, o'sha ko'nikmalar ko'tarilib, o'shadan darajasida bo'lish kerak. Endi yutuqlarimiz ham bor. Yutuqlardan siz aytdingiz, o'sha arzon yashash nima deydi, joyi. Yashash joyi. Va yana men bitta katta yutuq derdim, mana shu 5 millionta AI prompterlar tayyorlanyapti. Davlat o'zi harakat qilayotgani bu juda zo'r yoshlarga. Chunki davlat sizni orqangizda tursa, hamma birgalikda harakat qilib tez ketishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda birdamlik ham kerak. Davlat o'zi ham ko'p narsa qila olmaydi-da. Albatta. Inisiativalar qilishdi. Masalan, biz 5 million AI prompterlar deyilganda biz darrov nima qildik? learnprompting.uz degan veb-sayt qilib qo'ydik. Ya'ni promptingni o'zbekcha o'rgatib chiqdik. Ya'ni o'sha ingliz tilini bilmaganlar ham qiynalmasin deydi. O'zbekcha o'rgatilib chiqildi. Lekin ana o'sha nima deydi, hamma menimcha ko'rgani yo'q narsani, bilgani yo'q. Albatta. Davlatni kuchi kerak shu yerda o'sha narsalarni tarqatgani odamlarga. Siz bilan bizni nima tavsiyamiz shunaqa bo'lardiki, menimcha bitta joydan chiqadi. Hozir juda O'zbekiston social mediada nihoyatda aktivda, ko'p yoshlari. Mana misol Abduqodir Husanov Manchester Cityga o'tgan, Manchester City'ni social mediasini shuni nihoyatda ko'tarib berdi. Bu hamma sohada. Shu tavsiya qilgan bo'lardik, shundan sal tiyib ko'proq o'rganish kerak. Bo'lmasa tashqaridagi jahon, hali o'zingiz aytmoqchiman podkastdan oldin, o'zbek millati yoki o'zbek deganda yoki O'zbekiston fuqarosi deganda negativ narsani o'ylamaslik kerak-da. Ko'rganda bular pozitiv narsa o'ylash kerak. O'zingiz chiroyli tushuntirib bersangiz juda yaxshi bo'ladi. Narsa aytdingiz, haqiqatda o'sha bozorda yurganmiz. Mana Humblebee AI necha yildan beri yuribmiz. Yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Birinchi yomon tomonini aytaylik, keyin yaxshisi bilan davom etamiz. Yomon tomoni, masalan, biz mijozlarga, ya'ni Humblebee global kompaniya-ku. Biz o'sha Norvegiyada, Turkiyada, Koreyada, O'zbekistondamiz. Masalan, hozir Bangladeshda yoki Hindistonda yoki Pokistonda ochishni o'ylayapmiz-da va mijozlarimizdan so'raymiz. Katta-ku biz mijozlar, ko'p odam kerak. Biz shunaqa qilyapmiz. Akademiyamiz bor bizni, bilasizlar. 1 yil odam tayyorlaymiz, ichidan yaxshilarini kompaniyaga olamiz. Kompaniya mana sizlarga xizmat ko'rsatayotgan kompaniya. Desak, ular aytishadi, yo'q, Bangladeshdan olma, Hindistondan olma, Pokistondan olma deydi. Hayron qolamiz, nega? Desak, ular aytishadi, yo'q, ular sifat tomonidan juda yomon natija olganmiz. Ulardagi o'sha outsourcing qiladigan jamoalardan Vyetnam bilan Ukrainadan olsang mayli deyapti. Vyetnamda ochsang, Ukrainada ochsang yaxshi, chunki ular bilishadi, Humblebee qilayotgan narsa biz o'sha sifatli top performance AI kadrlar yetishtirib chiqaramiz, ya'ni kompaniyada ishlagan odamlarni ham qayta nima deydi, malaka oshirtiramiz. Shunaqa qilsang yaxshi. Ukraina, Vyetnamda ko'p dasturchilar bor, sen ularni olib turib AI ga o'rgatsang, bir pasda ular akademiyani bitirib, mana kompaniyalarga kirsa, ular bilan ishlashimiz mumkin deyishyapti. Men xavotir olayotgan narsa, O'zbekiston ham aynan shunaqa bo'lib
bir ko'rinib qolishi mumkin bozorga. Ha, Chunki sifatimiz shunaqa. xuddi shunday. Tan olish kerak. Hozir shunaqa. Yomon to'g'ri. tomoni sifatimiz aynan Ehtiyot bo'lish kerak kerak. bo'lsa ularnikidan yomon ham bo'lishi mumkin. Mhm. Aqlimiz kamligidan emas, Hmm. professional ishlashni bilmaganimizdan. Ya'ni ko'rmaganmiz. Jamoa, ya'ni haqiqiy production ready global muhitni biz ko'rmaganmiz. Ko'rganimiz Rossiya kompaniyalari keldi bu yerga. Mhm. Shu, ya'ni u Rossiyada o'zi yetarli emas, ya'ni yoqtirishmaydi globalda. Tushunarli. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, o'sha sifatni ko'tarishimiz kerak. Sifat tomonidan xavotir olyapmiz. Endi yaxshi tomoni ko'tara olamiz. Ha, qilsa bo'ladi. Bizni turkiylar jamoaviy ishlashda kuchlimiz. Mana o'sha tarix ko'radigan bo'lsak, Amir Temur bobomiz, ya'ni tarixda ikkita kuchli nima deydi, davlat bo'lgan. O'sha bir vaqtda, ya'ni bu tomonda Boyazid edi, bu tomonda Amir Temur edi. Va Amir Temur Boyazidni yenggandan keyin endi Amir Temur bo'ldi eng kuchli davlat dunyoda, ya'ni va Amir Temur Turkiya tomoniga yurmadi, Yevropa tomoniga yurmadi. Turklarni yenggan bo'lsa ham o'sha Usmoniylarni, asli biz ham turkiymiz, ularga berdida, o'zi bu yoqqa qaytdi. Bu narsa muhim, EAga aloqasi juda katta. Bu nimaga qaytdi? Men Hindiston, Xitoyni egallayman deb qaytdim. Ya'ni Turkiylar Yevropaga qarab yuraversan, men Xitoyga qarab yuraman deb qaytdilar. Demoqchi bo'layotganim, qanaqa qilib biz kam sonli millat, Turkiyada kam sonli millat. Bittasi Xitoy olaman deyapti, bittasi Yevropani olaman deyapti. Va o'sha dunyoda o'sha paytda ikkita kuchli ya'ni davlat turgan bo'lsa biz kelib. Chunki kollaboratsiya, orchestrationda kuchli bo'lganmiz-da. Janglarni ko'radigan bo'lsangiz, hammasi o'sha taktikalar bilan, manevralar bilan yutilganda. Ya'ni kollaboratsiyamiz zo'r bizda. Biz buni to'ylardan ham ko'rsak bo'ladi. Misol, oddiy qilib aytadigan bo'lsangiz, oddiy odam to'y qiladigan bo'lsa, misol 200-300 ta bu oddiy nimada, kelayotgan odamlar soni. Tanimagan odamlar ham kelaveradi, eplab tashlashadi, xursand bo'ladi. Bu tomondan muammo yo'q haqiqatda. Va aynan shu narsa AIda bizga qo'l keladi. Chunki AI juda tez rivojlanayotgan soha, ilm ko'p o'rganadigan. Masalan, men o'zim AIda bilasiz, 2014-yildan beri yuribman-da. Bilmaydigan narsalarim juda ham ko'p. Tugat bo'lmaydi nihoyatda. Loyiha kelsa, o'rganib turib tashlayman ko'p narsani. Shogirdlarimiz o'rganadigan narsa ham asosiy shu, ya'ni problem solving. Ko'rilmagan muammo chiqsa ham o'zini yo'qotib qo'ymasdan tezlik bilan yechish. Ana shu narsa o'rganishadi bizda. Aytayotgan narsam, jamoaviy tarzda birgalikda ishlashi qo'limizdan kelgani juda muhim narsa. AI davrida biz o'zbek yoshlarida katta imkoniyat bor. Mana shu narsadan foydalansak, jamoaviylikdan. Summary qilib aytadigan bo'lsak, hozir AI sohasida, ya'ni boshqa sohada ham yolg'iz yurgandan ko'ra jamoa bo'lgan ancha yaxshi. Katta ish qilsa bo'ladi, tezroq yursa ham bo'ladi hozirgi paytda. O'zi aslida misol yolg'iz bo'lsangiz tezroq yurishingiz mumkin, lekin jamoa bilan bo'lganda ko'proq uzoqroq joyga borasiz. Kattaroq plankaga chiqasiz. Hozir AIda esa ham tezroq, ham uzoqroq, eng zo'r joyga borasiz. Yog'li joy. Xuddi shunaqa. Shuning uchun jamoa bo'lib ishlash baribir boshqa, nihoyatda katta ta'sir qiladi kelajakda. Va hozirgacha davlat tomonidan boya erishilgan yutuqlarni aytib o'taylik. Davlatimiz hozir mana prompterlar tayyorlashyapti. Bu $40,000 pul topadigan Amerikadagilarga to'g'ri keladi va o'z kombinatoriga o'xshagan yoki adashmasam startaplar ham shunaqa ishlashyapti. Ya'ni shunaqa akseleratorlar ko'p menimcha. Ancha ko'paydi. Ular o'sha startaplarni ko'tarishga harakat qilishyapti yoshlarga, startap culture qurishga. Juda zo'r ketyapti. Men aytgan bitta kamchiligimiz bu ikkitasi yutuqlarda mana bu sifatli R&Dga asoslangan loyihalarimiz yo'q-da. Shu kamchilik. Shunga e'tibor qilishimiz kerak. Biz humble qilyapmiz shu narsani, lekin biz kichkina jamoamizda, ya'ni ko'proq bo'lish kerak, boshqa kompaniyalar ham bo'lishi kerak. Va uni qila oladiganlarni olib kelish kerak. Ya'ni O'zbekistonda topish qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, biz nimaga qila olyapmiz? Chunki biz global standartda 10 yildan beri AIda yuribmiz. Va o'zimizni, ya'ni Koreya bilan yoki Yevropa yoki Amerika bilan kollaboratsiyalarimiz bor. Ya'ni xalqaro arenada. Xuddi shunga o'xshagan boshqa kompaniyalarni olib kelish kerak. Masalan, biz bilamiz, Dubayda o'zbek yigitlarimiz ishlab yuribdi. Kompaniyasi bor. Yevropada bor. Amerikada bor. Ana o'shalarni davlatimiz agar olib kelishsa, ya'ni sifatli R&D o'sha ikkita layer bo'lyapti. Mana shu uchinchisiga olib chiqishimiz kerak menimcha. Siz shuning uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni davlatga ham tashlash ham xato aslida, chunki juda ish ko'p. Qaysi birini qilsin davlat? Xuddi shunaqa. Xo'p,
xususiy sektor bo'lsa, bu yerda menimcha muammo yo'q. O'zlari kelishi mumkin, bozorni ko'ra olsa, o'zini kuchiga ishonsa kelaveradi. Lekin misol davlat ishlariga chaqiriladigan bo'lsa, bilasiz, AI injenerlar nihoyatda qimmatda. O'zbekistonda to'lash qiyin. AI injenerlarga misol global darajada to'lolmaydi. Misol uchun, top bir injener bo'lsa o'zbekistonlik, bu yerda O'zbekistondagi eng baland oylikni bersa ham ketadi-da, chunki tashqarida undan ham yaxshiroq berishadi-da. Ya'ni qimmatligi. Ya'ni bizni hozir ya'ni davlat tomonidan ajratiladigan oylik standarti to'g'ri kelmaydi AI injenerlariga. Shuning uchun. Lekin xursand bo'ladigan tomoni, misol uchun banklarda va boshqa yaxshi, o'ziga yaxshi moliyaviy tomondan nimalar, a, kompaniyalar, men gaplashib turaman, AI injenerlar bilan yaxshi to'laydi. Ya'ni qolgan xodimlardan ko'ra ancha yaxshi to'laydi va freedom bergan. Ya'ni birinchi o'rinda AI injenerlarga freedom, ya'ni ozodlik deb tarjima Erkinlik. qilamizmi? Erkinlik berilgan. Va hardware tomonidan ham, ya'ni kompyuterlashtirilgan, ya'ni Computing klasterlar bor. xuddi shunaqalarga yordam beryapti, pul ajratilyapti. Bu yaxshi, juda zo'r. Chunki AI injenerni asosiy quroli bu kompyuteri. Eng yaxshi kompyuter bo'lsa, shuncha yaxshi fikrlay oladi, ko'proq narsalarni ko'radi, tez ko'radi. Eshitganlarim shunaqa, banklar ham klasterlarga, yaxshi GPUlarga pul sarflab olib kelib qo'yyapti. Bu bitta boosting yani. Shu deganingizga men 2016-yili koreys kompaniyasiga ishga kirganman. Ishga kirganimda o'sha qanaqa kompyuter kerak senga AIda loyihalar yasashing uchun deyishganda, o'sha Turkiyaga biz metro tizimiga loyihalar yasab berganmiz. Mana bu kartasiz, karta tegizmasdan promo o'tishadi 100 dan analog oladigan. O'sha paytda rosa qimmat konfiguratsiyalarni yozib beruvdim. Yozib bersam, bu yoqdagilar keyin kompyuter kelgandan keyin dod devorishganda, ular bir 5 barobar arzon kompyuter ishlatyapti. CPU'imiz yangi kelgan AI injener eng qimmat kompyuter ishlatyapmiz. Chunki bu kerak soha uchun. Ya'ni AIdagi o'sha qimmat narsa computing cluster, u kerak. Va men aytgan bo'lardim, biz o'sha o'zbeklarning kreativligidan foydalansak, haqiqatda kreativ xalqmiz. Ya'ni boya kamchiligimizni aytdik, lekin yutug'imiz ham ko'p. Kreativligimizdan foydalansak, masalan, yengil modellar yasasak bo'ladi. Hamma hozir katta GPU kerak bo'lgan og'ir LLMlar qilamiz, nimadirlar qilamiz deganda, biz turkiylar yengil model yasaymiz. Arzon $4. DeepSeek shunga bitta misol bo'ldi. Faqat qolib ketdi shu bilan. Yana nimadir chiqaryapti deyishdi. Yana o'zimizni R&D'ni ham aytib ketsangiz bo'ladi shu yerda. Misol biz o'zimiz ham SLM deymiz, Small Language Models ustida ishlayapmiz. Nasib qilsa chiroyli yaxshi model beramiz O'zbekistonga. Bizda haqiqatda shu Humblebee'ni ichida biz qilayotgan narsalar, biz o'sha hamma biznes egalarini chaqirardik hamkorlikka. Masalan, vakilda biz o'sha ishni qildik. Vakilda biz judayam kuchli bo'lgan sohasini ustalari, huquqshunoslar bilan iltimos qilib hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Vakilda biz mana zo'r model qilyapmiz-u, lekin biz biznesga masalan huquq sohasini bilmaymiz. Buni sizlar yaxshi bilasizlar. Mijozlarga nima kerakligini sizlar bilasizlar. Mana olinglar vakilni, mijozlarga yetkazinglar. Biz nima kerak bo'lsa AI tomonidan qilib beramiz dedik. Va mana shu narsani xohlardik. O'zbekistonda, ya'ni AI davridan foydalansak, mana bizda Humblebee'da global tajriba turibdi, global standartdamiz. Top performance AI kadrlar tayyorlaganmiz o'zimiz. O'sha kadrlarimiz bilan, ya'ni xohlardik davlat, ya'ni nafaqat tadbirkorlar, balki davlat tashkilotlaridagi loyihalarni birgalikda qilishi. Ya'ni ko'pchilik masalan bizdan so'rashadi, AI kadr beringlar deb turibdi. Pulini to'lab olamiz, futbolchini transfer qilgandek transfer qilib olamiz deyishadi. Lekin u yigitlar tayyor emasda hali. Tayyor bo'lish uchun mana bizni anaqamiz bajarish kerak. 4 yillik loyihamiz bor, Real Akademiya 3 yil kurs 3. Buni bajarsa, undan keyin u yigitlarimiz borib kerak bo'lsa o'zlari kompaniya ochishadi. Ya'ni aytishingiz mumkin, boshqa ko'chadagilardan kuchli-ku, nega u tayyor emas? Ko'chada boya aytdik, 4 ta qatlam, ya'ni AI foydalanuvchilari bor, API userlar bor, AI builderlar bor. Biz mana AI quruvchilarini tayyorlayapmiz. Bunga ozgina vaqt kerak. Men hozir o'sha kompaniyamizni nimasiga qarab havas qilaman. Bir tomondan hali nima deydi, qo'pol chiqadi agar hasad deydiganimiz. Chunki biz birga o'rganganmiz boshida 2019 sun'iy intellekt yo'q edi-da, bunaqa shans, misol imkoniyati yo'q edi. Agar Koreyada misol o'sha siz yo'lga qo'ygan kompaniya o'sha paytda misol bizda bo'lgan, menda bo'lgan, men borgan bo'lardim-da. Ya'ni o'rganyapmiz nazariyani, xo'p amaliyotda real praktika bilan, real proyektlar bilan qanday ishlaydi? Xo'p, o'zim kompyuterda
qo'ydim, bitta machine learning yoki deep learning model qildim. Bor datam bilan 90% ko'rsatyapti. Zo'r, bu yaxshi. Olib borib productionga qo'ysam 50 ga ham yetib bormayapti. O'zi nimada bu muammo? Mana shu adashmasam AI injenerlarda top 1% ga olib chiqadigan narsa shu yer. Praktika, Ya'ni real praktika. production environmentga olib chiqish. Qo'yding, o'zingda okey, 90%, lekin productionga qo'ygan 50% qanday qilib buni handling qilib mana shuni ko'tara olasan? Qanaqa yo'llarni bilasan? Mana shu narsa top 1 ga olib chiqadida. Ya'ni biz o'rgangan paytda bunaqa imkoniyat yo'q edi. Praktika qilish uchun biz bittaga ishga kirib borishimiz kerak, bu yog'i tashlab turib. Shunaqa. Hozir Shuning uchun ham bilmayman. ko'pchilik PhD tashlab ketib turib ishga kirishgan. Ha, Bilsangiz, xuddi ya'ni. shunaqa. Bu Qanaqa yoqda, o'zi u? ya'ni praktika qilmasam bo'lmaydi deb turib, kompaniyaga borsangiz, u kompaniyada ham yaxshi emas. Ko'p kompaniyalar Ha. API kompaniya. Ha, Masalan, xuddi shunday. men ishlagan Omnius degan kompaniya bor edi, u juda zo'r kaysni bitirgan PhD akalarimiz bor. Lekin qilayotgan ishlarimiz bozordagi GitHubda bo'lgan open source'dan olib turib moslardik. Ya'ni yangi model ixtiro qilmaslikda. Chunki yangi model ixtiro qilamiz desak, bizni tepamizda mentor turishi kerak. Yo'q o'sha odam. Ya'ni biz o'zimiz qilishimiz noto'g'ri, chunki biz endi magistraturani bitirib kelgan odamlarmiz. Ya'ni tajribamiz kam. O'sha paytda men ko'rganman, API user yoki open source adapt qiladigan odam bo'lmasligim kerakman. Bunaqa qilish yomon emas, lekin uni ulardan ham zo'r qiladigan bo'lishimiz kerak olib turib. Va o'sha odamlarni tayyorlaymiz ham. Ya'ni AI ni quruvchilari, cutting edge R&D qiladigan yigitlar va o'sha banklar yoki davlat tashkilotlari o'sha narsani bugun bo'lmasa ertaga tushunishadi menimcha. Ya'ni hozir men aytayotganim dunyoda orqada qolmasligimiz kerakda. O'sha katta risk, mana shu risk haqida ham savolimiz bor edi. O'zbekistonga bo'layotgan katta risk, hozir biz mana kadrlarni o'rgatyapmiz-u, ana bu shallow levelda, ya'ni quyi leveldagi AI o'rganyapmiz-da. Biz dunyodan bir qadam oldinda bo'ladigan kadrlarga ham investitsiya qilishimiz kerak. Bu haligi 3-qatlam bo'lyapti-da. Xuddi shunday. Ammo bu qimmat. Masalan, biz hozir Hamidbek akademiyamiz $1000 desak, qimmat deyishadi. Asli bizga lekin bu loyihalarda ishlaganimiz yaxshiroqda. Biz kadr kerak bo'lgan shu majbur akademiyani ochyapmiz. Mana shu ochganda ham Koreyada emas, O'zbekistonni birinchi boshladik, hozir Toshkentni. Yaxshi anaqa yoshlarimiz. Yaxshi yoshlar ko'p. Misol biz universitetni ham bitirayotgan nihoyatda yaxshi talantli bolalar bor. Keyin yana bilasiz, sizdan mendan juda ko'p ish so'rashadi, bilasizmi? AI injeneriga so'rashadi. O'zimiz bolalar bergisi kelmaydi. Birinchi o'rinda u yerga mos emasda. Biznikilar bizga ancha balandroqda. Misol o'zimiz grocery'da yurgan bolalar bor-ku, siz meni taniymiz. U yerga borgani men o'ylayman ko'proq orqaga ketgan bo'ladi deb o'ylayman-da. Chunki unaqangi kompaniya yoki ishlar hali so'rayotgan kompaniyalarda ishlari juda ham soddaroq nisbatan. Shuning uchun bularda grocery'dagilar o'ylayman, men bitiruvchilar borku, o'zlari kompaniya ochadi deb o'ylayman. Chunki ularning visioni boshqada, baribir. Stage 3da, 3-stageda ular co-founder sifatida o'sha produkt boshlashadi. Borgani bilan, mana yaqinda bitiruvchilarni chiqaramiz, adashmasam. Borgani bilan ular biladi-da, ko'radi. Qolish qiyin. Qolish, ko'radi-da. Bu demak o'zi biladi, chunki u qadriyatlari va shuncha payt o'qigandan keyin o'zi biladi qanaqa kuchga egaligini. Keyin o'zi biladi. Mana Karpatiylar nimalarni jicha oldin gaplashdik, Sam Altman Teslaga bordi, Karpatiya keyin chiqib ketdi, o'zi ochdi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zini kuchini bilgan odam, juda ham zo'r, yaxshi o'rgangan, ya'ni detail o'rgangan AI injener o'zi biladi nima qilishni. Borib yurmaydi, so'rab ish oqtarib yurmaydi. O'zi buni orqasidan yurishadi. O'shaning uchun ham biz Humblebeedagi unaqa uzoq muddat nima edi? R&D ni hammaga custom qilib yetkazib beraylik. Chunki sizlar AI injener olsanglar, birinchidan kuchli injener topa olmaysizlar. Ya'ni kam injener. Mana nimaga $1 million turibdi. Topsanglar ham qimmatli qiladi. Agar pulini to'lab olib kelsanglar ham, haligi joyda u yura olmaydi. Chunki unga kuchli jamoa kerak. O'zi yura olmaydi. Yurgan taqdirda ham bitta injener qila olmaydi. Unga 10 ta yoniga sherik olish kerak. Bundan ko'ra sizlar Humblebee'ga bitta injener pulini to'laydi. O'sha qimmat injenerni. Biz 1 yil sizlarga kerak bo'lgan vaqtda xizmat ko'rsatamiz. Katta jamoa. Shuning uchun 4000 ta li jamoa qurishimizni reja qilganmiz. 2 yil, keyingi 2 yil ichida. Nasib qilsa Xudo xohlasa. O'sha narsani yetkazish uchun. Ya'ni AI davrida kimda hozir mana shu narsa bo'lsa, strategik kuchda boya aytdik-ku, nimaga qimmatga sotib olyapti? Chunki strategik ahamiyatga ega kuchli AI injener. Va uni qancha tez tayyorlasak shuncha yaxshi. Hozir qilinayotgan narsa yaxshi, bu o'rta qatlamdagi AI injenerlar tayyorlanyapti davlatda. Shu
kuchli sifatga qarash kerak. A Shuni nimadir qilib yechishimiz kerak. O'sha kuchli kadrlar nimaga kerak, qaysi paytda kerak degan savollar bo'ladi. Mana misol, siz ham men ham xabarimiz bor, ChatGPT hozirgacha plyusga kirmagan, to'g'rimi? Faqat minusga ishlayapti. Nihoyatda katta elektr energiya, bu bitta masala, data center va hokazo. Endi ko'p maqolalar o'qib turamiz-u, kelajak small language modellar bilan bo'lishi mumkin-da. Ya'ni bu misol 350 milliardlik modeldan ko'ra, misol aynan education sohasiga biz nimaga qildik? Huquq sohasiga qildikku. Ya'ni shunga o'xshagan har bitta domainda kichkina small language modellarni qilish kerak va ular bizga kamroq elektr energiya qiladi. Misol aytaylik, bitta 350 milliardlik LLMdan ko'ra biz misol educationga, healthcare'ga va nimaga, ta'limga, huquqqa 3 ta small language model 1,5 milliardlik deylik. Model qiladigan bo'lsak, 3 ta model 1,5 milliardlik taxminan 5 milliardga boradi. Uni narigi costni, ya'ni LLM ushlab turishdan ko'ra bizga ancha kamroq elektr energiya sarflaydi-da. Shuning uchun future deb o'ylayman small language modellarni qurish. Lekin shunaqa bo'lsa, agar u vibe coder bo'ladigan bo'lsa, o'rta malakaga ega bo'ladigan AI kadr bo'lsa, faqat u shu hodisa, shu jarayon kelishini kuta oladi xolosda. Shunaqa. Agar u to'liq yaxshi detailed AI injener bo'ladigan bo'lsa, u allaqachon boshlagan ishni. O'zi small language model, ya'ni o'shalar quradi-da kelajakni deb o'ylayman. Xuddi shunaqa, ya'ni small language modelga o'xshagan research direksiyalar juda ko'p. Hattoki o'sha large language modellarni o'zini ham tezroq ishlaydigan, kamroq electricity sarflaydigan qilsa bo'ladi. Hammasi uchun yetishmayotgan narsa o'sha elite darajadagi AI kadrlar. Va ular productionni o'zidagina yetishtiriladi. Boshqacha yo'li yo'q. Boshqacha yo'li Koreya qilayotgan PhD, 15 yil o'qib PhD olasiz, 40 yoshga kirdingiz, lekin siz nazariyangiz mana bu amaliyotdan uzoqlashib ketgan, juda qiyin vaziyat. Albatta. Production bilan, experience bilan bo'ladi-da bu qiyin. Oybek, rahmat sizga. Menimcha vaqtimiz ham bo'lib qolibdi. Haqiqatda o'sha menimcha yana buni davom etishimiz kerak bu mavzuni. Juda keng mavzu. AIda nima qilish kerak? AIni O'zbekiston uchun ta'sirini qanday ijobiy tomonga burib qo'ysa bo'ladi? Yoshlarimiz uchun AI o'rganishi yo'lini tezlashtirish uchun nima qilish kerak? Ustozlarimizga qanaqa yordam bersak bo'ladi? Masalan, maktablardagi ustozlarimiz uchun darsliklar ishlab chiqish kerak bo'ladi. Ularga AI yechimlar ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi hali. Qiladigan ishlarimiz ko'p. Albatta. Va rahmat sizga va Humblebee'ga academic advisor sifatida bizni ya'ni qilayotgan ishlarimizni universitetlarga tezroq yetkazish uchun, universitetlarning standartini mana bu industriyaga tayyorlash uchun yordam beryapsiz va buni biz boshqa universitetlar bilan ham qilishimiz kerak, yo'lga qo'yish kerak. Chunki universitetda bitirgan yigitlarimiz industriyaga kerak bo'lgan odamlar bo'lishi kerak-da, bo'lmasa ularni umri zoye ketgan bo'ladi. Albatta. Bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak-da. Agar bu boshqa yo'nalishda, u boshqa yo'nalishda ketadigan bo'lsa, o'zi aytmoqchi, foydasiz keyin bitirganda. Nimaga o'qidim? Maqsadi shu edi. Industriyaga odam tayyorlab berish kerak edi. Teoriya bilan nazariya, o'zi teoriya bilan praktika uzilib ketyapti. Rahmat bo'lmasa Oybek, kelganingiz uchun. Keyingi safar yana davom etamiz. Kommentlar qoldirishsa, ya'ni savollar bo'lsa, nima savollar qarab turib, ya'ni qaysi mavzuda podkastlar yana ham qiziqroq, barcha savollarni bersa, biz eng top savollarni yig'ib turib, o'sha bo'yicha balkim yana suhbat qilsak bo'ladi. O'zi trend yetarli bo'lib turibdi. Menimcha shunchaki vaqt yetishmadi. Trend hozir biz AI bilan O'zbekistonga katta pul topadigan kadr yetishtirishimiz kerak. Trend shu hozir. Maqsad u hozir mana vibe coderlar, o'sha prompt injenerlar turibdi, tepada API userlar turibdi, startapchilar. Endi mana bu yerda AI builderlarni qilishimiz kerak biz. Albatta. Shunga fokus qilish. Lekin 10 yil, 20 yillik tajribani oladigan odamlar bo'lish kerak. Uni qilish qiyin. Hozircha biz Humblebee bitta yechim qilgan, 4 yillik intensiv roadmap va boshqalar ham qilishini biz kutardik. Albatta. Va yordamga, hamkorlikka tayyormiz qilayotganda bo'lsa. Albatta. Biz bularga juda ham pozitivmiz, bunaqa kompaniyalar ochilishi, bu harakatni boshlashiga juda ham. Rahmat Oybek. Katta rahmat. Xayr. Salomat bo'linglar.